Sud janob Akashraneni aybdor deb topadi. Men ushbu vaziyat bo'yicha sudga o'z nuqtai nazarimni ifoda etmoqchiman. Buyuk Britaniya qonunlariga binoan uning Buyuk Britaniya fuqarosi Nikita Malhotra bilan hindcha urf-odatlar asosida qurilgan nikohi noqonuniy deb topildi. Bizning nikohimiz qonuniy. Sud janob Akashraneni mol-mulki va bank hisob raqamlariga taqiq qo'yish haqida hukm chiqaradi. Mening vizam haqiqiy, men Britaniya fuqarosiga uylanganman. Chegara nazorati agentligining arizasi ko'rib chiqilib, sud janob Akashraneni zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yuborish haqida hukm chiqaradi. Biz jinoyat qilmadik. Uning bir umr Buyuk Britaniyaga kelishi taqiqlab qo'yiladi. Jinoyatchi emasligimizni ko'rmayapsizlar. Xotinimni olib ketishni xohlayman. Adolat qilinishini talab qilaman. Tezlik. To'rt yildan so'ng Salom. Sizni ko'rganimdan xursandman, Sayra. Qalay yashayapsiz? Hozircha tirikmiz. Ammo siz ketganingizdan keyin juda ham qiynaldik. Juda ham. Sayra. Yangilik bormi? Sir, men juda ko'p qidirdim. Xudo xohlasa yaqinda natijaga erishamiz.
Taksi. Bu qanday joy? O'g'irlangan avtomobillar garaji. Ularni bu yerga ta'mirlash uchun emas, yo'qotish uchun olib kelishadi. Boy tumanlardan avtomobillarni o'g'irlashadi, ehtiyot qismlarini ajratib olib, Chayqov bozorida sotishadi. Bu ishlarni 2 soat ichida bajarishadi. Hey, Jojon oldiga. o'zing kimsan? Odilman. Shu yerda turinglar. Kim bu? U men bilan. Mol bormi? Oldin aqchini ko'rsat. Molni ko'rsat. Menga birinchi aqchini ko'rsat. O'zing molingni ko'rsat. Aqchini ko'rsat. Molni ko'rsat. Yigitlar, qancha olayotganingizni tushunyapsizmi? Bu bilan butun Londonni qulni ko'kka sovurish mumkin. Uni nima qilasan? Tez orada bilib olasan. Qochdik. Yigitlar, qochdik. Og'aynilar, iskovchilar kelishyapti. Iskovchilarni sen boshlab kelgansan. U iskovchi emas. Tezroq qimirlanglar. Birinchi guruh, bu yoqqa. Qo'ydot, oyog'im qayrildi. Pastga tushamiz. Unga tekisdim. Tezroq qoch. Tezroq. Mana qilib turibman. Tezroq. Ehtiyot bo'l. Odil qoch. Bar yopiq. Stiv, ular men bilan. Biz uchun qancha yaxshilik qilgansiz. Endi bizning navbatimiz. Hozir hurmatga erishish oson emas. Uni o'g'irlash kerak. Ertaga ulushimizni olamiz deb umid qilaman.
o'zida davlat arbobi va kino yulduzini mujassam qilgan. U davra guli bo'la oladi. Hazil-huzulga ham usta. Jamiyatga xizmat qilish uning uchun katta mazmunga ega. Do'stlarim, Arjun Khannani olqishlang. Arjun, shaxsan men seni juda erta iste'foga chiqyapsan deb hisoblayman. Bu biz uchun katta yo'qotish bo'ladi. Bizga va jamiyatga sen yetishmasliging aniq. Ajoyib politsiyachi Arjun Khanna uchun. Rahmat. Rahmat, Levi. Men haqimdagi ajoyib so'zlaring uchun rahmat. Shu nutqingni yozuvini xotinimning qarindoshlari uchun ko'chirib olsam maylimi? Xonimlar va janoblar, ushbu ajoyib kunda men bilan birga bo'lishingizni so'rayman. Kitoblaringni oldingmi? Ha, Hammasini? albatta. Tushligingni unutmadingmi? Yo'q, dada. Tekshirib ko'r. Oyingga qo'ng'iroq qildingmi? Ha. Aniqmi? Ha, Chiptang qani? dadajon tashvishlanmang. Katta xizmat-ku axir. Bu ham sizga yetay deb qoldi. Yaxshi. Gap bunday katta qiz. Senga kutilmagan sovg'am bor. Rostmi? Voy, yangi telefon-ku. Rahmat, dadajon. Quvvatlagichni ham ol. Rahmat. Har xil holatlarda kerak bo'ladigan telefonlarning raqamlarini saqlab qo'ydim. Xayr, dadajon. Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Bora qol, Shirin. Xayr. Bor. Shu o'zingga taqdimot marosimining oxirgi talqinini berib qo'ya olmaysanmi? Kel. Qani yur. Xayrli tong, xonimlar va janoblar. Men sizni haydovchingiz Shin Sandlerman. London Glasgow yo'nalishidagi 120-chi Georgian Trailer Server poyezdiga xush kelibsiz. Sayohatingiz ajoyib o'tishini tilab qolamiz. Rahmat. Kech qoldim, ammo bu haqda gapirishyapmiz. Xayrli tong, sir. Xayrli tong. Xayrli tong. Xayrli tong. Xayrli tong, Layn. Seni ovozing uxlash uchun uyga ketishim kerakligini aytyapti. Biron gap bo'ldimi? Southamptonda turib qolgan poyezd bilan muammo chiqdi. Ba'zi yo'lovchilarni Northampton orqali jo'natishimga to'g'ri keldi. Xayrli tong, temir yo'l xavfsizligi xizmati eshitadi. Xizmat. Hozir 1 daqiqa. Temir yo'llar xavfsizlik xizmati boshlig'i eshitadi. Quloqim sizda. London Glasgow yo'nalishidagi 120-chi poyezdga bomba qo'yilgan. Agar tezlik soatiga 60 milyadan pasaysa, poyezd portlab ketadi. Poyezdni to'xtatmanglar. Tushundingizmi? Uzr, sir. Ha? Sizni zudlik bilan chaqirishyapti. Keyin gaplashamiz. Salom yigitlar. Xayrli tong. Radhika, shamollashing o'tib ketdimi? Rahmat, sir, tuzukman. Muammo chiqdimi?
Xayrli tong janoblar, tinchlikmi? Poyezdga bomba qo'yilganmish. Qaysi poyezdga? 120 London Glasgow poyezdiga. London Glasgow tez yurarni aytyapsizmi? Radhika 120 ga bomba qo'yilganmish. Tezlik 60 dan pasaysa bomba portlashi mumkin. Nima? Ehtimol bu kimnidir hazilidir, ammo men tavakkal qilishni xohlamayman. Yigitlar diqqat. Menga qarang. 120 London Glasgow tez yurar poyezdiga bomba qo'yilgan. Diqqatingizni to'plab ishlashingizni so'rayman. Radhika 120 ketayotgan yo'lni tozala. Sir, sizni zudlik bilan telefonga chaqirishyapti. Poyezdga bomba qo'yilganini aytyapman. Nima, meni aldayapti deb o'ylayapsizlarmi? Go'shayni menga ber. Alo. Alo. Orqaga aylantir tasmani. Tez. Qani yo'q. Alo. U aloqada. Kimsiz? Hozirgina so'kinganingizni eshitdim. Kimsiz? Sizga nima kerak? O'zingiz kimsiz? Temir yo'llari inspektori Sanjay Raynaman. Meni ismim 500 nafar yo'lovchilarning hayotidan muhimroq emas, ammo aql bilan eshitsangiz, ularni qutqarib qolasiz. Gaplarimni diqqat bilan eshiting. Buni yolg'on deb o'ylasangiz bilib qo'yingki, xuddi shunaqa bombani 509 London-Manchester poyezdiga ham qo'yganman. U hozir soatiga 15 mil tezlikda ketmoqda. Keyin poyezd qiyalikdan ko'tarila boshlaydi. Qiyalikdan ko'tarilayotganda tezligi soatiga 5 milgacha pasayadi. Shunda bomba portlaydi. Agar haydovchilarni qutqarmoqchi bo'lsangiz, ularga bomba portlaguniga qadar sakrab tushib qolishlarini aytib qo'ying. Alo? Bombami? Sakra! Meni qiziqtirayotgan barcha abonentlar. Sir, u aldamabdi. Yuk poyezdi hozirgina portladi. Poyezdga bomba qo'yilgan ekan. Haydovchilarchi? Ular bomba portlashidan oldin sakrab tushib qolishibdi. Biroz jarohatlanishgan. Poyezdning qayerdaligini va tezligini aniqla. Jon, menga qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan barcha poyezdlarning qayerda kelayotganlarini aniqlab ber. Xo'p bo'ladi. Sir, u hozirgina shimoliy yo'nalishdagi Chelseadan o'tdi. Tezligi soatiga 90 mil. Yaxshi, haydovchiga ayting, tezlikni kamaytirmasin. To men aytmagunimcha tezlikni pasaytira ko'rmasin. Sir, Jon, bekatdagilarga xabar ber. 120-bekatlarda to'xtamay o'tib ketadi. Xo'p, sir. Radhika, yo'nalishlarni kesishgan joylarini aniqla. Yo'lda bironta ham to'siq uchramasligi kerak. xo'p bo'ladi. Salom, sir. Men poyezd haydovchisi Richardman. Men poyezd haydovchisi bilan bog'landim. Jon, uni ismi nima? Richard. Richard, Eshitaman. sizni poyezdingizga bomba qo'yilgan deb xavfsirayapmiz. Bu taxmin hali tasdiqlangani yo'q, ammo biz tavakkal qilishni aslo xohlamaymiz. Richard. O'zingizni qo'lga oling va meni diqqat bilan eshiting. Hozir tezligingiz qanday? Soatiga 110 mil, sir. 20 daqiqadan keyin keyingi bekatga yetib boramiz. U yerda to'xtab yo'nalishni qayd qildiramiz. Yo'q, Richard, aslo to'xtay ko'rmanglar. Tezlikni soatiga 60 milyadan kamaytirsangiz bomba portlaydi. Meni eshityapsizmi? Bu tezlikda poyezd necha soatdan keyin Glasgowga yetib boradi? Taxminan 10 soatlarda. Richard, diqqat bilan eshiting. Tezlikni soatiga 70 milgacha pasaytiring. Shunda Glasgowgacha yetib boriladigan vaqt 12 soatga cho'ziladi. Sanjay Rayna jadvalni nazorat qilish boshlig'i. Politsiya tergov qidiruv apparatining katta zobiti detektiv inspektor Alan Fisherman. Xayli tang. Terrorchi qayta qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q. U yana qo'ng'iroq qilishi mumkin. Tayyor turishimiz lozim. Navbatchi xonasi qayerda? Bu tomonda, sir. Sir, uzr, bir daqiqaga mumkinmi? Sir, bizda favqulodda vaziyat yuz berdi. Shu tufayli sizni chaqirishyapti. Jamoaga borganimizda ko'p narsalar sotib olamiz. Bo'ptimi? Hindistonga mensiz ketishingizga to'g'ri keladi. Nega? Tinchlikmi? Favqulodda vaziyat. Tezkor topshiriq berish uchun meni mahkamaga chaqirishyapti. Alka, meni kechir. Yana bir kun ishlab berishimga to'g'ri keladi shekilli. Oyim to'g'ri aytibdilar. Siz hech qachon iste'foga chiqa olmaysiz. Zеленый чай idish yuvish gelidan yangilik. Vaqtingizni va naqdingizni tejang. Yaxshi ishladik bolalar. Kimga Pepsi? Pepsi? Siz? Nishonlash vaqti keldi. Xursandchilik bo'lsin.
Pepsi oling va Qorboboni kutib oling. Archani yasating. Raqsga tushing. Pepsi eksklyuziv kolleksiyasi bilan yangi yil kayfiyatini ulashing. Hozir 1 daqiqa. Bemalol gaplashavering, menda tantana. Tantana tarif rejalariga ulanib 15 ming so'mdan boshlangan oylik abonent to'lovi evaziga O'zbekiston bo'ylab juda ko'p daqiqa va SMSlar oling. Nestle Decoration. Mayinlikning o'zgacha timsoli. Bosh og'riq sizni qo'rqitmasin endi. Trimol sizga yordamga shoshadi. Artel televizorini ko'ramiz. Android tizimi o'rnatilgan ovoz boshqaruviga ega Artel Ultra HD televizori. Sizning ovozingiz barchasini hal qiladi. Artel barakali texnika. Yurtimizda Zelený choy qishki tozalikni kirlaringizga hadya etadi. Nega to'xtamadik? Bu yerda to'xtashimiz kerak edi-ku. Shunaqasi ham bo'ladimi? Meni chipdan shu bekatgacha. Bu bema'nilik. Poyezd boshlig'i qayerda? Uzr. Nima gapligini ayta olasizmi? Nega bekatda to'xtamadik? Iltimos, o'zingizni bosing. Vahimaga o'rin yo'q. Men tushadigan bekatimdan o'tib ketdim-ku, yana ham vahima qilmayman. Sir, iltimos o'tiring. Yo'q, bizga tushuntirib bering. Tinchlaninglar. Kechirasizlar. Nega to'xtamaganimizni nima uchun aytishmayapti? Nima gap bo'lsa? Men giyohvand moddalarni nazorat qilish mahkamasi boshlig'i Shivon Menonman. Iltimos, eshikni oching. Nimadir bo'ldimi? Ha, sir. Poytaxt politsiyasi bugun ertalab temir yo'lda sodir bo'lgan portlashni tasdiqladi. Bugun ertalab York yaqinidagi Manchester chegarasida yuk poyezdi portlab ketdi. Men hozir Yustondagi 10-bekatda turibman. Bugun ertalab yo'lga chiqqan London-Glazgo yo'nalishidagi 120-poyezdga bomba qo'yilgan deb taxmin qilinyapti. Politsiya poyezdga bomba qo'yilgan deb hisoblayapti. Sir, nima bo'ldi o'zi? Bir nechta poyezdlarni to'xtatishibdi. Bilsak bo'ladimi? Sir, nima bo'ldi o'zi? Sir, Tafsilotlarni ayting, sir. Portlash qanday yuz berdi? Izoh bersangiz iltimos. hech qanday izoh bermaydi. Bu poyezd oldidagi barcha yo'llar ochiqmi? 3 ta bekatdagi yo'llar ochiq, ammo bu chetlanishlar tufayli juda ko'p poyezdlarning harakati to'xtatilgan. Kutib turishsin, bundan muhimroq narsa yo'q. Sir, Hatto buning uchun butun Angliyadagi poyezdlar harakatini to'xtatishga to'g'ri kelsa ham. Bajaring. sir, ammo Terrorchilikka qarshi bo'linmadan Arjun Kxanaman. Sanjay Rayna, temir yo'llar yo'nalishlarining inspeksiyasi. Aytishlaricha terrorchi bilan gaplashganmisiz? Ha. Janob Rayna, siz buni yaxshi uddalagansiz. U bilan gaplashganingizga qaramay, u poyezdni to'xtatmadi. Aks holda politsiyaning ishi kamroq bo'lardi. sir, Uzr. Janob Rayna, poyezd necha soatda Glazgoga yetib boradi? 10,5 soatdan keyin. Miranda, nima gap? bu poyezdlar janubiy sharqiy yo'nalishga qayta yo'naltirilgan. Qaysi biri? Hammasi joyida. Buni menga ber. U kim bo'lishi mumkin? Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana buni o'rgan. Bu terrorchi emas, aks holda qo'ng'iroq qilmagan bo'lardi. Faqat falokat sodir bo'lgandan keyingina bu ishni o'zi sodir etganini qo'ng'iroq qilib aytardi. Terrorchi bo'lmasa, o'zini nima xohlayapti? Janob Rayna, siz terrorchi bilan gaplashgansiz, barcha tafsilotlarni aytib berishingiz kerak. U hindmi yoki pokistonlikmi? U hindistonlik. Nega bunday deb o'ylayapsiz? Chunki u urdu emas, hind tilida gapirdi. Qanday shevada gapirdi? Gujaratchami, bengalchami yoki panjobchami? Sir, bu oraliqda muammo yuzaga keldi. Yo'limizning qarama-qarshi tomonidan 308-poyezd kelmoqda. Shundan boshqa barcha poyezdlarni yo'ldan olganmiz.
qanday masofada kelmoqda? 10 daqiqalik Yo'lni yo'lda. o'zgartiring. Bunday qilolmaymiz. Nega? Chunki bu oraliqda faqat ikkita yo'l bor va yuk poyezdi allaqachon yo'lda turibdi. Bekatga yetmasdan zaxira yo'li bo'lish kerak. Katta monitorda tepadan turib ko'rsat. Demak, bu bizni poyezdimiz. Aynan shu yo'lda qarama-qarshi tomondan 308 kelmoqda. Bu yo'lda faqat bitta zaxira yo'li bor. Sir, bu yo'lda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Soatiga 50 mildan oshiq tezlikda kelayotgan poyezdning yo'lini o'zgartira olmaysiz. Poyezd ag'darilib ketadi. Buni bilaman, ammo temir yo'lda xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'shimcha 15-20 mil nazarda tutiladi. Biz bu burilishni soatiga 60 mil tezlikda amalga oshira olamiz. Sir, ammo Tavakkal qilmay ilojimiz yo'q. Poyezd nuqtaga yetguncha qancha vaqt kerak? 3 daqiqa, 308. 5 daqiqa. Sir, Ikkala poyezd ham xavfsiz holda bu joyni kesib o'tishlari uchun ikkovlari bir vaqtda qayrilishga yetib kelishlari kerak. Radkika 308-ni haydovchisiga ayt, soatiga 97 mil tezlikda yursin. Undan kam emas. bu aniqmi? Tezroq aytganimni bajar. Jon, menga quloqchinlarni ber. Richard, gaplarimni diqqat bilan eshiting. Sizga qarama-qarshi tomondan poyezd kelmoqda. Tezlikni soatiga 65 mil tezlikkacha kamaytiring. Tezlik aniq bo'lsin. 65 mil yo'l qo'yiladigan xavfli. Richard, tavakkal qilmasak bo'lmaydi. Tezroq aytganimni qiling. Kevin, tayyordir. Buyruq berilishi bilan o'tkazasan. Kevin, eshityapsanmi? 3, 2, 1. O'tkaz. Quvonishimiz uchun hali vaqtli. Bu boshlanishi. Iltimos, ishingizga qayting. Rahmat. Eshitaman, Zikas. Men Pokistonlik va Hindistonlik terrorchilarning barini tekshirib ko'rdim. Ularning hammasi xodimlarimizning kuzatuvi ostida ekan. Bu terrorchi ularga sira ham o'xshamayapti. Boshlayotganlardan ekan deb bu ablah. Mayli, temir yo'l bekatiga bor. O'sha yerda uchrashamiz. तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी, तू ही मेरी है बंदगी। Senga uylansa Britaniya fuqaroligini oladi. Mol mulkimning egasiga aylanadi. U meni kuyovim bo'lishini xohlayapsanmi o'zi? Yo, yo'qmi? Shuni ayt. U kuyovingiz bo'lishini istaysizmi yo'qmi? Menga baribir. Unga turmushga chiqishni istayman. Jim bola. U o'zini kim deb o'ylayapti? Dada, odamni hurmat qiling. Uni ma'lumoti siznikidan yuqoriroq. U muhandis. Nikita, u bilan turmush quradigan bo'lsang, uyimdan chiqib ketishingga to'g'ri keladi. O'ylab ko'r. Akash, ketdik.
कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए बताना मौत भी मुझको ना आए। तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए बताना मौत भी मुझको ना आए। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है बंदगी। तेरे बिना दिल नहीं लगता, किसे करूं सजदा, हाँ किसे करूं सजदा। Kechirasiz, Manishsavanki ahona 4-o'rinda yotibdi. Hozir qarab beraman. Jarrohlikdan oldin to'lov to'lanishi kerak. Sir, video kameralarning yozuvini qarab chiqdim. Hech kimni ko'rmadim. Yuk poyezdi qachon kelgan? Sir, ana bu yo'lga qarang. Shu joy, sir. Qisqach. Vikas, menga shu kameradan 24 soat ichida yozilgan yozuvlar kerak. Mototsikl siznikimi? Ha, meniki. Nechta mototsiklingiz bor? Jami 5 ta. O'tgan tunda 5talasi yoningizdamidi? Yo'q, faqat 3tasi. 2tasi garajda turibdi. Ta'mirlashga berilgan. Garaj qayerda? Richard Streetdagi Alfa mototsikl markazida. Rahmat. Temir yo'llar xavfsizligi xizmati eshitadi. Menga Sanjay kerak. Ha, hammasi tayyor. Ko'taravering. Sanjay eshitadi. Telefondan uzoqlashmang, aks holda poyezd havoga uchadi. Yaxshi. Senga nima kerak? 10 million yevro. Eski pullarda. Nega jimib qoldingiz? O'z cho'ntagingizdan to'lamayapsiz-ku. 500 kishining hayoti uchun 10 million unchalik katta pul emas. Menga qarang. 1 soat vaqtingiz bor. Eshitaman. Terrorchi 10 million yevro talab qilyapti. Unda bomba portlashi aniq. Vazirlik osonlikcha pul bera qolmaydi. Vazirlikda biror qaror bormi? Ularda qarorning o'zi yo'q. Bomba portlagandan keyin qaror qabul qilishar ekanmi? Ishlab bo'lgan gazlarning tutuni darajasini o'lchovchi asbobning diafragmasi. Salom, xush kelibsiz. Politsiya. Sir, men
Men hammasini aytib beraman. Hanan xonim shikoyat qilgandir. Hanan xonim ochiq-sochiq kiyinadi, keyin ataylab derazam oldidan o'tadi, beixtiyor hushtakchalab yuboraman. Sir, ular agar menda ayb yo'q. Bu yerda qancha odam ishlaydi? 6 nafar. Ularning hammasida ruxsatnoma bor. Hammasidami? Ikkitasida yo'q. Ammo men ruxsatnoma olishga harakat qilyapman, sir. Ular qayerda? Shu yerda. Nabiz bu yoqqa kel. Janob bilan so'rash. Tez. Salom. Salom. Qani tez. Ana va qoravoy qani? U bugun ishga kelmadi. Men ularga ish beraman. Ishonaman, ular bo'lsa meni aldashadi. Kecha tunda qayerda edingiz? Albatta uyimda edim-da. Xotinim Patel Xannadan so'rashingiz. Sen qayerda eding? Shu yerda ishda edim. Bir o'zingmi? Gapirsang-chi. Yo'q, sir. Odil bilan edim. Odil degani kim? U haqda aytdim-ku, ruxsatnomasiz ishlaydigan yigitim, boshqa mexanikim. Boshqa mexanikmi? Tuni bo'yi shu yerda bo'ldimi? Ha, yo'q, u tunda mototsiklni sinab ko'rgani chiqib ketdi. Soat nechida? Kechqurun soat 10-11larda. Qanday mototsikl? Chip do'konining egasiniki. Fashion chip do'koni egasimi? Ha, sir. Odilni taniysizmi, u qayerda yashaydi? Manzilini bilasizmi? Hammasini gapiring. Sir, uning ruxsatnomasi yo'q. Uni yaqindagina ishga olgandim. Hujjatlari ham yo'q. Bunaqangi yigitlar bilan o'zingiz ham panjara ortiga tushishingiz mumkin. Vikas, zudlik bilan rassomni Alfa garajiga jo'nat. Odil ismli yigitchaning qiyofasini chizib bersin. Nazarimda terrorchini topdik. Nima? Bomba bor ekanmi? Poyezdda bomba bor ekan. Poyezdda bomba, eshitdingizmi? Poyezdda bomba Voy xudoyim, qayerdan bildingiz? Bu haqda yangiliklarda gapirishibdi odamlar. Poyezdda bomba bor ekan. Poyezdda bomba bor ekan. Qani, chetga o'ting. Nega bizga aytmadingiz? Nega buni yashiryapsizlar? Bizning hayotimiz xavf ostida-ku. Buni yashirdingiz. Eshikni yop. Bu yoqqa kir. Eshikni yopib, bu yoqqa kir. Uni qo'yib yuboring. Chetga o'ting. Shovqin solmang. Oz joyingizda o'tiring. Jam. Tinchlik saqlansin. Hoy sen, agar kimgadir qo'l tegsang, bo'yningni sug'urib olaman. Tushunarlimi? Joyingda o'tir. Bor. Bor. Ha. Poyezdga bomba qo'yilgan. Biz to'xtay olmaymiz. Tezlikni soatiga 60 milyadan kamaytira olmaymiz ham. Aks holda bomba portlaydi. Vahimaga tushsak, vaziyatni qiyinlashtiramiz xolos. Jimgina kutaylikchi, hukumat albatta bizni bu balodan qutqarib oladi. Hammangizga ma'lum. Hukumat terrorchilik hujumlariga nisbatan qanday yondoshishi aniq. Hech qanday muzokara bo'lmaydi. Keling, qaror qabul qilamiz. Rozi bo'lganlar qo'lni ko'tarsin. Janob Xanni qarorimizga qarshi shekilli. Bu haqda qanday fikrda ekanligingizni eshitsak bo'ladimi? Menimcha pullarni tayyorlab turganimiz ma'qul. Sir, men faqat pullarni ko'rsatishni so'rayapman. Bu muzokara vaqtida meni qurolim bo'ladi. Terrorchini ochiqqa chiqarishga yordam beradi. Agar jinoyatchini ham pullarni ham yo'qotsangiz-chi? Sir, 23 yil davomida menga ishonib kelgansiz. Sizga hech qachon pand bermaganman. Ishonganingiz uchun hatto meni iste'fodan chaqirib oldingiz. Oxirgi marta ishoning. Va'da beraman, pullarni ham, poyezd yo'lovchilarini ham yo'qotmayman. Men uni tutaman. Sir, Odilning surati aniqlandi. Bu muhojirlik mahkamasining ma'lumotlari. U 7 yil muqaddam sayyohlik vizasi bo'yicha musiqiy guruh bilan birga bu yerga kelgan. U ortiga qaytib ketmagan, ammo biron marta qo'lga ham tushmagan. Surati va ma'lumotlarni politsiya bo'linmalariga tarqat. Avtobus bekatlariga, politsiya bo'linmalariga suratini osib qo'y. Xo'p bo'ladi. Poyezddan yangilik bormi? Barcha vagonlarni tekshirib chiqishdi, ammo bombani topishmadi. Demak, bombani ruhan sog'lom odam boshqaryapti. Hozir bomba tezlikka bog'liq. Vikas temir yo'lni nazorat qilish mahkamasi bilan bog'lan. Menga ko'prik tagida turib yuqori tezlikda ishlovchi kamera kerak. Har bir vagon tagini aniq suratlarni olib berishsin. Tushunarlimi? Har birini. Asal qizim, men bandman. Salkin. Dadajon, men o'lamanmi? Nimalar deyapsan? Bu yerda hamma poyezdda bomba borligini aytishyapti. Hamma o'larmish.
Hech qachon bunday bo'lmaydi. Men faqat sening poyezing bilan shug'ullanyapman. Senga nimadir bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Va'da berasiz? Va'da beraman. Uzr, doktor Eno. Ha? Qabulxonaga o'ting. Sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Yaxshi. Alo. Alo, Reno. Go'shayni qo'yma. Piyan ahvoli joyidami? Reno. Piya poyezdda. Yaqinda o'sha poyezdga bomba qo'yilgani haqida xabar berishdi. Eshitgan tursan. Unda poyezdni to'xtatib, piyani tushirib oling. Biz poyezdni to'xtata olmaymiz. Toki o'zim senga poyezd haqida xabar bermagunimcha nimaiki deyishmasin. Hech kimga ishonma. Seni xabardor qilaman. Bo'ptimi? Sir, siz uchun bir nima topdim. Hozir. To'xtang. Orqaga aylantiring. To'xtang. Kattalashtiring. Bombalarni zararsizlantiruvchi guruhning hisoboti qayerda? Bu yoqda. Ular yuk poyezdiga ham shunaqangi bomba qo'yilganini xabar qilishdi. Bu elektron generator. Uni datchigi poyezdning g'ildiragi bilan ulangan. Agar poyezdning tezligi 60 dan pasaysa, generatordagi portlatgich faollashadi va bomba portlaydi. Bu yerda ham shu haqda yozilgan. Qaysini tagiga bomba o'rnatilgan? 4 va 7. Meni muhandislik mahkamasi bilan ulang. Barcha yo'lovchilarni oldindagi 3 ta vagonga jo'nating. Qolgan vagonlarni poyezddan ajrating. Bu ish bersa kerak. Buni mutlaqo iloji yo'q. Sizlar rejangizda amalga oshirib bo'lmaydi. Nega ilojsiz bo'lar ekan? Agar poyezdning asosiy gidravlikasini o'chirsak, unda nimalar deyotganingizni tushunyapsizmi? Bu poyezdga avtomat tarzda ishlovchi tizim o'rnatilgan. Gidravlikani o'chirsak, poyezd darhol to'xtaydi va bomba portlaydi. Poyezdni to'xtatish mumkin emas deyapsizmi? Poyezdni to'xtatishning iloji yo'q. Agar bo'lganda uni allaqachon to'xtatgan bo'lardim. O'sha poyezdda meni qizim ketyapti. Tushunyapsizmi? Alo. Sanjayman. Pullarim qayerda, Sanjay? Pullar tayyor. Qancha begunoh odamlarning hayotini xavf ostida qoldirayotganingni tushunyapsanmi? Seni tutib olishsa o'lishing aniq. Nega hayotingni xavf ostida qoldiryapsan? Hayotni bunchalik yaxshi ko'rish kerak emas. Baribir hammamiz ham o'lamiz. Agar nimadadir xato qilgan bo'lsang, senga yordam bera olaman. Hatto uzoq gaplashganingizda ham meni tuta olmaysiz. Tezroq pulimni bering. Pullarni qayerga jo'nataylik? Siz kimsiz? Terrorchilikka qarshi bo'linmadanman. Arjun Khanna. Pullarni qayerga jo'nataylik? Janob Khanna, pullarni sumkaga soling. Unda kuzatuv moslamalari bo'lmasligi lozim. O'zingiz ham kuzatuvchilar bilan kelmang. Yolg'iz o'zingiz keling. To pullarni olmas ekanman. Bombani qanday o'chirishni aytmayman. 20 daqiqadan keyin Moltdagi Glini kolleji yonida. o'n 15 kvadratni tekshirib chiqdik. Siz janob Arjun Khanamisiz? Ha, otaxon. Unda mana bu sizga. Bir janob ertalab berib ketgandi. Uni olgani kelishingizni aytdi. Yuzini ko'rdingizmi? Kechirasiz, yo'q. Boshida maxsus qalpoq bor edi. Aftidan u juda ham shoshayotganga o'xshardi. Janob Khanna, eshitaman. Mashinaga o'tiring. 4-darvozadan chiqib chapga qayrilasiz. To'g'ri yurasiz va yana chapga qayrilasiz. Tosh yo'lga chiqasiz. O'sha yo'ldan yuring. Ana ablah qo'ng'iroq qilyapti, bekas. Bu menman. Mana u raqamni yozib ol. Terrorchi yana qo'ng'iroq qilsa, u qayerda ekanligini aniqlab menga xabar ber. Men mashinada kutaman. Yo'l chetidagi mehmonxonani ko'ryapsizmi? Ha. O'sha yerdan o'ngga qayriling.
yarim kilometr yurgach hayvonlar bor degan belgini ko'rasiz. O'sha yerdan chapga qayrilasiz. Sir. Eshitaman Vikas. U qayerdaligini aniqladim, sir. Qayerda ekan? Aleksandrada, bu Xogoydagi 67-bar. Bo'pti, izidan borib tiriklay qo'lga ol. Xo'p, sir. Yigitlar, tezroq mashinaga chiqinglar. Hayvonlar bor de. Men yetib keldim. Sizni ko'ryapman. O'ngga qayriling. Alloh. Richardning fermasi belgisini ko'rmayapman. Janob Xon, diqqat bilan qaramayapsiz. Endi so'zlashuvni to'xtatamiz. Ha, belgini ko'ryapman. Bu politsiya, siz qurshab olingansiz. Qo'lingizni bosh ortiga qilib, asta tashqariga chiqinglar. Boshqa ilojingiz yo'q. Hoziroq chiqing. Zеленый чай idish yuvish gelidan yangilik. Vaqtingizni va naqdingizni tejang. Hamma narsaning imkoni bor. Orzu bilan yashaydiganlar uchun. Ochiq ko'zlar bilan orzu qiling. Jacobs Aramagia. Kimsizlar? Veterinarmiz, yo'lbarsni ko'rgani kelgandik. Yangi KitKat Senses Gold Edition. Tanaffusmi? KitKat bor. Yurtimizda Zеленый чай qishki tozalikni kirlaringizga hadya etadi. Qimirlama. Noto'g'ri qadam bosa ko'rmang. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Mashinani belgi oldida qoldirib, pullarni unga soling. Vikas, o ingliz filmlarining ishqibozi shekilli. Unga buni aytishim kerak. Xo'sh, keyin nima qilish kerakligini aytarsiz. Mashinadan tushing. Daryo qirg'og'iga yetib keling. Xo'p. Daraxt ostida sariq suv o'tkazmaydigan jomadonchani ko'rasiz. Topdingizmi? Pullarni unga soling. Endi jomadonni suvga tashlang. Jomadonni suvga tashlang dedim. Keyin keting.
Barcha bo'linmalar diqqatiga, 2 kilometr radiusdagi joy o'rab olinsin. Hamma yo'llarni yoping, bironta ham mashina tekshiruvdan chetda qolmasin. Qirg'oq tomon suzing. Iltimos to'xtang. Aks holda o'q uzishga majbur bo'lamiz. Bu oxirgi ogohlantirish. Iltimos to'xtang. Aks holda o'q uzishga majbur bo'lamiz. Bu oxirgi ogohlantirish.
Hey, nari turing. Har safar bundan da ahmoqona narsa bo'lmaydi deb o'ylaganimda meni nohaqligimni isbotlaysan. O'zingni kim deb o'ylovding? Nega uni gapiga rozi bo'lding? Endi poyezdni qanday to'xtatamiz? Uddalay olmas ekansan, unda bu ishni bizga berishing kerak edi. Sar. Bu anglashilmovchilik edi. Aslida seni qaytishing anglashilmovchilik bo'lgan. U bizga tiriklayin kerak. Terrorchi hali ham tirik. Bu ayol terrorchi emas. Bu gapni qayerdan olding? O'zingni bilmaganga solma. Bu jinoyatga bir emas, bir nechta odam aralashgan. Xo'p, endi nima qilmoqchisan? Men o'z ishimni qilaman. Sen esa o'zingnikini. Agar bilsang, tergov daliliy ashyolarga asoslanadi. Bu narsa esa menda bor. Yetarlicha. Vikas, Labbay. ayolning sumkasidagi shifoxonaning hisob qog'ozini topdi. Mumkin bo'lgan hamma narsani aniqla. Tezroq qimirla, vaqt ketyapti. Iltimos, qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring meni. Yo'q, iltimos meni qo'yib yuboring. Iltimos, men hech nima qilmadim, qo'yib yuboring. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Iltimos, meni politsiyaga topshirmang. Meni yana Hindistonga qaytarib yuborishyapti, o'tinaman. Bu meni hayot mamotim. Nafaqat meni, balki oilamning hayoti ham buzilib ketadi. Iltimos, o'tinaman, meni qo'yib yuboring. Yomon ish qilganim yo'q. O'zimning hayotim uchun qo'rqyapman. Iltimos, o'tinaman. Alo. Sir, ish yaxshi bitdimi? Alo. Qayerdasiz? Mekka qani? Mekka halok bo'ldi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Adil. Yo'q. Adil. Bir necha soniya avval London poyezdiga bomba o'rnatgan terrorchi ayol katta tezlikda qochayotib M27 katta yo'lida halok bo'ldi. Tartibni himoya qilish idoralarining xabar berishlaricha, 20 yoshli ayol politsiyaning taqibi vaqtida o'zining mototsiklida halok bo'lgan. Alo, Sanjay. Menga rostini ayting. Odamlar har xil gaplarni aytishyapti. Poyezd haqidagi turli gap so'zlarga ishonmagin dedim-ku. Ularga ishonma. Yangiliklarda terrorchi ayol o'lganini aytishyapti. Gazetalarda ham. Matbuotchilarning esi og'ib qoldi. Terrorchi erkak kishi u hali tirik. Men u bilan gaplashyapman. Tushunyapsanmi? Meni tinchlantirish uchun shunday demayapsizmi? Sen yaxshisi qizing bilan gaplash. Sal ko'ngling joyiga tushadi. Alo. Biya. Oyjon. Assalom, tuzukmisiz? Ha, yaxshiman. Men raqamni qayerdan oldingiz? Dadam berdi. Dadam bilan gaplashdingizmi? Ha, qizim. Alo. Terrorchi o'lganmish. Hammasi tamom bo'ldi. Endi hammamiz o'lamiz.
Shunchaki o'ladigan ahmoq yo'q. Gar o'ynaymanki, poyezddan sakrab tusha olaman. Iltimos, joyingizga o'tiring. Terrorchi o'lgan bo'lsa, bombani qanday zararsizlantirmoqchisiz? Terrorchi o'lmagan. Sen qayerdan bilasan? Dadam temir yo'lni nazorat qilish markazi boshlig'i. Isming nima? Piya Rayna. Yaxshi, Piya. Dadang nima dedi? Dadam oyimga terrorchi o'lmaganini aytibdilar. Dadang bilan gaplashsam maylimi? Kelinoyimni manzilini topdim. Bolalar bog'chasi qoshidagi maktabda dars berar ekan. Boshqa hech narsani aniqlay olmadim. Bugun Mekhaning akasi jarrohlik operatsiyasiga yotibdi. Qanday jarrohlik? Ko'rish qobiliyati pasaya boshlabdi, ikkala ko'zida ham. Jarrohlik operatsiyasi juda qimmat turadi. Jarroh o'tkazilmasa, ko'r bo'lib qolish mumkin. Nazarimda ular bizni hind ekanimizdan xabar topishgan shekilli. To'rtinchi guruh, tayyormisiz? Tayyormiz, sir. Boshlayveraymi? Yo'q, joyingizda turing. Buyrug'imsiz hech kim nishonga yaqinlashmaydi. Odil qoch. Hey, to'xta dedim. Yo'q. To'xta. Tezroq. Yuguringlar. Uni qo'lga olish kerak. Tezroq. Tushinglar pastga. Tezroq. Bo'la qol. Ko'zingga qarasang-chi. Qoching. Iltimos, politsiya xavfli jinoyatchini quvlayapti. Yo'ldan chetga o'tishingiz so'raladi. Bu nima qilganing? To'xta dedim. Uni yaraladim.
to'xta dedim. Taslim bo'l. Hoppa, to'xta. To'xta. Sakrama. Ozodlik shifoxonasi. Asosiy kirish joyi. Mashinani yurg'izing. Xayrli tong. Xayrli tong. Qani marhamat, shirinlikdan yeng. Shirinlikmi? Nimani nishonlayapmiz? Sizga ukam Manish haqida aytib berganim esizdami? Ukam sanoat kollejiga o'qishga kiribdi. Rostami? Demak, Angliyaga qaytib ketdi-da. Ukam bizga o'xshab noqonuniy yo'l tutmadi. Talabalik vizasini olib, qonuniy ravishda keldi. Unda ukangni tabriklash kerak ekan. U ham menga o'xshab muhandis bo'ladi. Bunga faqat siz tufayli erishdik. Bizga juda ko'p yaxshilik qildingiz. Agar ota-onam... Yo'q, yetar. Undan ko'ra shirinlikdan uzat. Bu oddiy tekshiruv, hech kim joyidan qimirlamasin. Buyuk Britaniyaning bojxona nazorati, hamma joyida qolsin. To'xtang, sir, meni qo'yib yuboring, iltimos. Sir, tashqarida muhojirlik xizmati odamlari yurishibdi. Hammani hujjatini tekshirishyapti. Nima qilamiz? Odil, Mekka ikkovingiz ketishingiz kerak. Sir, sizchi? Ularni o'zim tinchitaman. Sizlar tezroq keting. Sir, siz ham Ko'p gapirma, tezroq ketinglar. Tezroq. Qani? Keling xizmat. Tinchlikmi? Men muhojirlik xizmatidan Peter Harveyman. Ishchilaringizni hujjatlarini tekshirdik. Bir nechtasini Angliyada ishlash uchun ruxsatnomasi yo'q ekan. Xabaringiz bormi? Bundan xabarim yo'q edi. Qanday lavozimda ishlaysiz o'zi? Ijrochi direktor. Kompaniyani kim boshqaradi? Meni rafiqam. Hujjatlaringizni ko'rsam bo'ladimi? Men fuqarolik va ruxsatnomani olish uchun ariza topshirganman. Lekin nusxasi bor. Sir, ishlash ruxsatnomasi bo'lmasa, bu mamlakatda ishlay olmaysiz. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Chida, ozgina qoldi, o'zingni bo'sh qo'y. U kimligini bilsam bo'ladimi? Xo'sh. U yo'qotadigan narsasi yo'q odam. O'zingizchi? Men esa bor budida ayrilganman. Rahmat. Tashakkur, doktor. Menimcha to'xtatishimiz kerak. Nima uchun? Bizni maqsadimiz hayotdan o'z ulushimizni qaytarib olish uchun jinoyat qilish edi.
boshqalarning hayotini xavfga qo'yish shart emasdi. Meg hayotidan ayrildi. Sen yaralanding. Seni hayoting evaziga pulli bo'lishni istamayman. Sir, buni ortga qaytara olmaysiz. Meg o'lgan. Sizni qaytishingizga umidim bo'lmaganida edi, allaqachon o'zimni osib qo'ygan bo'lardim. Biz kimdan qo'rqamiz? Agar yengib chiqmasak, nimani ham yo'qotardik? Yengib o'tsak, butun hayot oldinda bo'ladi. Bering. Dunyoda hamma jannatga tushishni orzu qiladi. Ammo jannatga tushish uchun o'lishni xohlamaydi. Sizni xatoyingizni deb bugun yo'lovchilar u dunyoga ravona bo'lishadi. Men kelishuvni bekor qilaman. Aqldan ozdingizmi? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Hukumat terrorchiga pul berishga qaror qilganda nega aqllilik qildingiz? Unga pulni berib bombani zararsizlantirish kerak edi. Vassalom. Ammo bu pullar o'sha ablahlarning talabini qondirish emas, balki tutish vositasi edi. Siz ham o'pkangizni sal bosing. Menga o'pkamni bosishni maslahat bermang. Ertalabdan beri poyezdni qutqarish va tergovingizni o'tkazishga imkon yaratish uchun jonim halak. Qancha vaqt sarflab topgan choramizni ham chippakka chiqardingiz. Janob Sanjay, tushunaman. Yo'q, siz tushunmayapsiz. O'sha poyezdagi hech kimingiz yo'q-da. Ta'na qilmang. Poyezddagilarning hammasi men uchun qadrli. Men odamlarning hayotini qutqarishga majburman. Bu mening ishim, mening burchim. U qayta qo'ng'iroq qiladi. Nega endi qo'ng'iroq qilarkan? Aytayapman-ku, yana qo'ng'iroq qiladi. Buni qayerdan bilasiz? Chunki u pulsiz ketishni xohlamaydi. Qo'ng'iroq qilmaydi. Qo'ng'iroq qilyapti. Qo'ng'iroq qilyapti. Alo. Pulni olib Sen Jorj Xollga boring. Bu safar ahmoqlik qilmang. Bu oxirgi imkoniyat. Janob, kechirasiz. Bu sizga. Ey, buni kim berdi? Shoshma, bola. So'mkani yoningizdagi chiqindi idishiga soling. Yashil idishdan ko'z uzmang. Tushundim. Alfa jamoasi hisobot bering. Yo'q, sir. Jimjit. Merganlar, yashil idishdan ko'z uzmang. O'ldiradigan qilib o'qizmang. U menga tiriklang kerak. Xo'p. Sir, mana qahvangiz. Rahmat. Sir, uning qo'lida nimadir borligini ko'rdim. Bravo jamoasi, biron narsani ko'ryapsizmi? Yo'q, sir. Faqat kuzatyapmiz. Hech narsa yo'q. U kelishi kerak. Tez orada kelishi kerak. Sir, nishon aniqlandi. Puxta ishlanglar, shoshilmang. Asta, sekinlik bilan. Sir, bekor qilindi.
Zelený choy idish yuvish gelidan yangilik. Vaqtingizni va naqdingizni tejang. Yangi yilga Pepsi Mania Chevrolet Tracker egasiga aylanishni xohlaysizmi? Yoki zo'r smartfon va televizor yutib olishni? Sariq qopqoqli Pepsi xarid qiling. Qopqoq ichidan 10 raqamli kodni toping. Faqat bitta kodni 5700 raqamiga SMS orqali yuboring. Kelgan SMS ichidagi parolni oling. pepsi.com.u saytiga kiring va o'yinda ishtirok eting. 3ta bir xil sovrin rasmini toping va mobil telefoningizga pul yutib oling yoki super sovrin egasiga aylaning. Shoshiling, sovg'alar soni cheklangan. Batafsil ma'lumot pepsi.com.u sayti va 20777 telefon raqami orqali. Pepsi, yangi yilga sovg'ani yutib oling. Cafe Fo mazasi gapirsin. Mutlaqo o'zgacha. McCoffee'dan 3 tasi birda. Nestle Decoration. Mayinlikning o'zgacha timsoli. Yangi bosqich. Qarsillatishning ayni vaqti. O, Rustim endi O'zbekistonda. Xrustimlashaylik O'zbekiston. Xrustim suqariklarining betakror ta'miga baho bering. Endi O'zbekistonda. Yurtimizda qish. Zelený choy qishki tozalikni kirlaringizga hadya etadi. Bir daqiqaga mumkinmi? Ular gumondorni topishibdi. Mana uning surati. Menga aytchi, shunchasini nima qilasan? Tez orada bilib olasan. Orqaga yur. Stop kran qayerda? Bilmayman, oshna, o'zingni bos. Sen qimirlama, yur. Bo'l, stop kranni ko'rsat. Bekatga yetguncha stop kran ishlash kerak. Stop kran qayerda? Xo'sh, gapir. Qayerda u? Shu yerda. U nega ishlamayapti? Mashinist tormozni cheklab qo'ygan. Och bo'lmasa eshikni portlataman. Kimnidir otmoqchi bo'lsang, meni ota qol. Mayli. Biz poyezddan tushib olishimiz kerak. Poyezddan tushib olishimiz kerak, bo'lmasa o'lamiz. Ovozingni o'chir. Biz o'lamiz. Ovozingni o'chir dedim. Bu rost. Nima rost? Unga portlatgichni o'zim sotganman. Uni vokzalda ko'rdim. Kimni ko'rding? Terrorchini. Uni taniysanmi? Ha. Kim u? Uning ismi Odilxon. Uni qanday topish mumkin? Alo? Ish bitdi. Qoyil. Yashasin. Zo'r. Voy. O'zing tuziymisan? Sir, endi juda zo'rman. Unda yaxshi. Kelyapman. 5 daqiqada yetib boraman. Yaxshi.
Orqaga qayting, orqaga. O'tish mumkin emas. Navrosuriylar. O'tish mumkin emas. Orqaga qayting. Nega tushunmaysiz? Bor. Navrosuril. 2-qavat, oxirgi deraza. Qaytaring. Alo, Orqa eshikdan chiqishga urinib ko'r. yo'q, sir. Politsiya hamma yoqni o'rab olgan. Unda o'zim tepaga ko'tarilaman. Yordam berishga urinmang. Siz ham halok bo'lasiz. Iltimos. Birga o'lamiz. Iltimos, sir. Sir, keta qoling. Keting. Orqaga qayting, sir. Orqaga. Guruh, panaga. Qurolni tashlang. Siz hibsga olindingiz. Qo'lingizni ko'tarib chiqing. Zudlik bilan chiqing. Qurolni tashlang. Siz hibsga olindingiz. Qo'lingizni ko'tarib chiqing. Qimirlasang o'lasan. Tushundingmi? Menmi? Yoki bizmi? Terrorchini ushlab bombani zararsizlantirishimiz, yo'lovchilarni saqlab qolishimiz kerak edi. Siz nima qildingiz? Ularni birin-ketin o'ldirdingiz, qo'ydingiz. Ko'zingiz qayoqda edi? Uning kulidan bizga nima foyda? U o'zini portlatib yubordi. O'z joniga suiqasd. Shunaqami? Endi nima qilmoqchisiz? Xo'sh? Haqiqiy terrorchini tutmoqchiman. Pullarni olib ketgan odam. Ha, o'sha pullar xo'rak vazifasini o'taganmidi? Yigitlar, u hamma pulni yo'qotdi. Hamma terrorchilarni o'ldirdi. Jangovar operatsiyani barbod qildi. Balki o'zi ham fitnaga aralashib qolgandir. Balki Hindistonga borganida ulushini olmoqchidir. Ehtimol u... Nima deding? Yana bir so'z aytsang, jag'ingni sindiraman. Sir! Eshityapsanmi? Jag'ingni sindiraman. Sir, o'zingizni bosing. O'zini kim deb o'ylayapti? Uni ko'zimdan yo'qoting. Ha, yaramas. Kimsan? Tiling bir seni. Tinchlaning, sir. Unga ko'rsatib qo'yaman. Sir, tinchlaning. Qara, nima deyapganini. Iltimos, sir. Bunda yaramaslar nomimizga dog' tushirishadi. Bitta ablah bomba qo'ysa, mana bunga o'xshash pastkashlar butun boshli mamlakatga, millatga mag'zava to'kyapti. Bugun yo men yoki terrorchi o'ladi.
Sanjay eshitadi. Elford chorrahasidagi Darbar restoranda sizni nomingizga stolcha buyurtma qilingan. Stol ustida xat jil topasiz. Unda bombani zararsizlantirishni yo'riqnomasi bor. Akash, u meni erim. Iltimos uni qo'yib yuboringlar. Uni yoniga borishimga ruxsat beringlar, o'tinaman. मेरी उम्र कट जाए सनम तेरे ज़ारे में मेरी उम्र कट जाए सनम तेरी बाहों में तेरी राहों में तेरी बाहों में तेरी राहों में मेरी उम्र कट जाए सनम तेरे ज़ारे में मेरी उम्र कट जाए सनम Seni ko'rishga urindim. Qo'ng'iroq qildim, xat va xabarlar yozdim. Ammo javob kelmadi. Shunda otangdan so'rashga qaror qildim. Javob o'rniga so'kish eshitdim. Men 6 oy qamoqda o'tirdim. Kreditni meni nomimga olgandik-ku. Ketganingizdan keyin qarzimni o'za olmadim. Meni sud qilib panjara ortiga o'tkazib qo'yishdi. Farzandimizchi? O'g'limiz ko'chada o'ynayapti. O'g'limiz. Dadajon. U meni qanday tanidi? Shu 4 yil ichida o'g'limga faqat siz haqingizda so'zlab berardim. Har kuni suratingizga qarab sizni kutardi. Isming nima? Akash. Akash, bor, ko'chada o'ynagin. Akash ismi umid berib turardi. Siz shu yerda bo'lishingizni xohlardim. Yana birga bo'lishimizni orzu qilardim. O'zim uchun Akashdan yaxshirog'ini topa olmasdim va umid bilan yashardim. Nikita, men seni olib ketgani keldim. Yigitlar, orqaga qayting, orqaga. Siz qoldirgan maktub Darbar restorani bilan birga yonib ketibdi. Sizga murojaat qilmoqdamiz. Bizga iloji boricha tezroq qo'ng'iroq qiling. Bombani qanday qilib zararsizlantirishni ayting. Bu iltimos. Rahmat. Yana qancha vaqtimiz qoldi? Taxminan 2 soat. Yaxshi, shoshmang. Qutqaruvchilardan so'rangchi, agar biron bir birinchisiga parallel ravishda boshqa poyezdni shunaqangi tezlikda yurg'izsak, yo'lovchilarni bir poyezddan ikkinchisiga olib o'tish olarmi?
Qo'yibdingiz. Siz ham bemalol harakat qiling. Yaxshi, bardam bo'linglar. Men bekorga turganim yo'q. Qani, qimirlang, yura qoling. Yaxshi. Juda soz. Hoppa. Bo'ldi, yura qoling. Pastga qaramang, tezroq. Pastga qaramang, xonim, qo'rqmang. To'g'riga qarang. Men ushlab turibman. Yuring. Qo'lingizni uzating. Tezroq. Siz buni qila olasiz. Ana shunday. Menga qo'lingizni uzating. Qo'lingizni bering. Uddalaysiz, tezroq. Qo'lingizni uzatsangizchi. Qo'lingizni bering. Tezroq. Qo'lingizni bering. Buni uddalaysiz. Qani tezroq qo'lingizni uzating. Ser. Qo'lingizni uzating. Janob Manish, sizni ko'rgani kelishibdi. Kim? Men Mekxani do'stiman. U menga siz haqingizda aytib bergandi, shuning uchun keldim. Jarroh uchun pul to'lamoqchimisiz? Ha. Shuning uchun keldim. Siz Akashning akasimisiz? Yo'q, men Arjunman. Qaysi Akash haqida so'radingiz? Akash Rayna haqida. Opam unga xuddi akasidek munosabatda bo'lardi. Opam yana Odil aka va Akash jarrohlik operatsiyasi oldidan meni ko'rgani kelishlarini aytuvdi. Qiziq, Odil hech qachon Akash haqida gapirmagandi menga. 4 yil muqaddam u Odil akaning boshlig'i bo'lgan. Keyin kutilmaganda kompaniya yopilib qolgan. Akash mamlakatdan chiqib ketishiga to'g'ri kelgan. U bir necha kun muqaddam qaytib kelganini eshitdim. Ha, Mek shu haqda nimalarnidir aytgandek bo'luvdi. O'sha kompaniyaning nomini eslab qolmagandim. Global Service. Global Service-mi? Yaxshi. Opam jarrohidan oldin ko'rgani kelishini aytgandi. Allo Vikas. Akash Rayna haqidagi hujjatlarni ko'tar. Uni 4-5 yil muqaddam Hindistonga jo'natib yuborgan. U shu yerdagi Global Service kompaniyasida ishlagan. Oilasi va do'stlari haqidagi ma'lumotlarni bilmoqchiman. Batafsil. Uzr. Ahona 4-o'rinda yotgan Manish Salkinini to'liq qog'ozlarni bersangiz. Uzr, ismini qaytarib yuboring. Manish Salki. Ser, uni puli to'langan. Kim to'ladi? Hozirgina kelib to'lab ketishdi. Mana bu yo'lak bo'ylab bemorni xonasi tomon ketuvdi. Vikas, ana u yaramas shu yerda ekan. Hozirgina shifoxona to'lovini to'labdi. Zudlik bilan shifoxonaning kirish-chiqish eshiklarini yopish kerak. Tezroq yordam so'ra. Iltimos, qo'riqchilarni chaqiring. Men terrorizmga qarshi kurash bo'limidan detektiv Arjun Kxanaman. Terrorchi sizni shifoxonangizda, uni shifoxonangizda ko'rishgan. To politsiya yetib kelguniga qadar barcha kirish-chiqish eshiklarini va chiqish mumkin bo'lgan joylarni yopib qo'yishingizni so'rayman. Men bilan yuring. Tushunmadim. Siz uni tanishga yordamlashasiz. Axir uni ko'rdingiz-ku. Iltimos, tezroq men bilan yuring.
Iltimos tinchlaning. Uyingizga borib kutib turing. Iltimos tinchlaning. Politsiya. Chiqing. Yo'q. Yukxonani oching. Kechiring. Meni hujjatim. Sir. Juan, o'sha postdagi odamni ko'rgan va tanishi mumkin. Har bir odam mashina va yukxonani tekshirib ko'ringlar. Tezroq. Xo'p, sir. Eshitaman. Yo'q, nima gap? Sir. Hindistonga uchadigan samolyotga Akash Rayna nomiga chiptalar buyurtma qilingan. Parvoz soat 8 da. Ikkita Rayna va bolasi u bilan birga ketishyapti. Hozir qayerdasan? Men boshqarmadaman. Aeroportga borib qayd qilish joyida tur. Shu chiptalar bilan hech kim uchmasligini nazorat qil. Tushundingmi? Men ham hozir yetib boraman. Zudlik bilan. Biz oldin video kuzatuv yozuvlarini ko'rgani bordik, keyin bu yoqqa tushdik. Sir. Akash Rayna ismli odam haligacha qayd qilingani yo'q. Hozir qayd qilish to'xtatildi. Bu nomga boshqa yo'nalishlar uchun chipta buyurtma qilinmagan. Tashqi ko'rinishi hindga yoki osiyolikka o'xshagan odamlarni diqqat bilan tekshiringlar. Xo'p, sir. Akashni bironta surat yoki ta'rifini topdingizmi? Vaqtim yetmadi, sir. Muhojirlar bo'limi suratni topgan zahoti jo'natishga va'da berdi. Agar u samolyot uchib ketmagan bo'lsa, mamlakatdan chiqib ketishning bittagina yo'li bor. Parijga poyezd qachon ketadi? Menimcha 1,5 soatlardan keyin ketsa kerak. O hammamizni ahmoq qilib ketdi-ya. Yuringlar. Sir, Darbor restoranda qoldirgan maktub restoran bilan birga yonib ketdi. Sizga murojaat qilyapmiz. Iloji boricha tezroq bizga qo'ng'iroq qiling va bombani qanday zararsizlantirishni tushuntiring. Bu iltimos. Rahmat. Sir, vazirlikdan buyruq keldi. Poyezdni Glazgo bekatida to'xtatar ekanmiz. Buning iloji yo'q. Ular esini yeganmi?
Bunday tezlikda ketayotgan poyezdni bekatda to'xtatib bo'lmaydi. Agar tezlik 60 gacha tushsa, bekatga yetmasdan portlaydi. Yo'q, sir. Ular tezlikni kamaytirishmoqchi emas. Poyezd to'liq tezlikda qum to'latilgan qoplarga urilishini rejalashtirishgan. O't o'chiruvchilar yong'inga qarshi vositalar bilan shay turishibdi. Shifokorlar, politsiya, tez yordam, hammasi shay. Yo'lovchilarni oxirgi vagonga o'tkazishadi. Bunda yo'lovchilarning yarmidan ko'p halok bo'ladi-ku. Ularning aytishicha, odamlarni yarmini saqlab qolish mumkin ekan. Aql bovar qilmaydi, bu tentaklik. Sir, bo'sha. Sanjay eshitadi. Poyezdda bomba yo'q. Poyezdni to'xtatishingiz mumkin. Siz aldayapsiz. Sapyorlar guruhi bomba borligini tasdiqlashdi-ku. Poyezdda bomba bor. Ha, bor edi. Ammo u faollashtirilmagan. Restoranda qoldirgan xatimda ham shunday deb yozgandim, janob. Iltimos, begunoh odamlarning hayoti bilan o'ynashmang. Shundan boshqa hech narsa deya olmayman. Shoshmang. Feroz qo'ng'iroq qildi. Aytishcha bomba soxta ekan. Poyezdni to'xtatsak bo'ladi. U aldayapti. Bunday qila olmaymiz. Vazirlikning buyrug'iga ko'ra poyezdni faqat Glasgow bekatida to'xtatamiz. O'zga yo'limiz yo'q. Buyruqni boshingizga uramanmi? Poyezdni hozirroq to'xtataman. Vazirlikning buyrug'ini bajarmaslikka haqqingiz yo'q. Tushunarlimi? Shunaqa ham haqqim borki. Bu yerda men boshliqman. Bular meni odamlarim. Ular men aytgan ishni qilishadi. Sir, nima uchun unga ishonyapsiz? Agar yolg'onchi bo'lganda qo'ng'iroq qilmagan bo'lardi. Nima? Aldash uchun qo'ng'iroq qilib o'tirmasdi, janob. Agar shunday bo'lib chiqmasa, umringizni qolgan qismini panjara ortida o'tkazasiz. Jon, poyezdni to'xtat. Labay. Seni bekatda kutaman. Kelasan deb umid qilaman. Ha, boraman. Keling. Nikita Raynamisiz? Ha? Ziloniy choy idish yuvish gelidan yangilik. Vaqtingizni va naqdingizni tejang. Cafe Fo mazasi gapirsin. Mutlaqo o'zgacha. McCoffee'dan 3tasi birda. Yaxshi ovqatlanish hammamizga yoqadi. Ammo ovqatlanish paytidagi quvonch hissi undan keyingi og'irlik, noqulaylik va qorinning dam bo'lishi sababli yo'qoladi. Bundan qanday xalos bo'lish mumkin? Kreonni qo'llab ko'ring. Kreon yuzlab fermentli mini mikrosferalardan iborat bo'lib, ular atiga 15 daqiqada ta'sir ko'rsata boshlaydi va hazm qilishni yaxshilaydi. Kreon hazm qilish muammolarining tezkor davosi. Nestle Good Mix batonchiklarida antiqa masalliqlar yo'qligi sababli sizni ajablantira olmaymiz. Ammo to'xtang, ta'mi mazali. Hilvay choyi faqat sevadiganlar uchun. Nescafe Classic boydan va xushbo'y is. Kunning a'lo darajada boshlanishi uchun barchasi Nescafe bilan boshlanadi. Yurtimizda Ziloniy choy qishki tozalikni kirlaringizga hadya etadi. Nikita, bardam bo'ling.
500 nafar odamning hayoti sizni qo'lingizda. Uni ko'rishingiz bilan menga xabar bering. Kechirasiz. O'sha yerda. Yaxshi. Unga yaqinroq boring. Yaqinroq boravering. Hukumat Glazgoga ketayotgan poyezddagi bomba yolg'on xabar ekanligini tasdiqladi. Oxirgi 14 soat ichida hukm surgan tarang vaziyat nihoyat tugadi. 1 daqiqa oldin bekatga tusha boshlagan yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q. Poyezdda bomba yo'q ekan. Hamma yo'lovchilar qutqarildi. Ular poyezddan eson-omon tushib olishdi. Menga qarama. Nikita, meni eshityapsizmi? Qani deyapman, iltimos ayting. Qani u? Uzr, u Akash emas ekan. Demak, Akash emasmi? Akash emas, boshqa ekan. Bilaman, siz uni ko'rdingiz. Unga qanday qaraganingizni ko'rdim-ku. Meni aldamang. Siz meni aldadingiz. Uni terrorchi dedingiz. Ha. U terrorchi. Tushunyapsizmi? Siz esa yo'lovchilarni qutqaradigan yagona imkoniyatsiz. Deyapsiz. Hammani qutqarib bo'lishdi. Hamma yangiliklarda shuni gapirishyapti. Kimdir hazillashgan bo'lsa, buning uchun meni erimni jazolamoqchimisiz? Faqatgina shu mamlakatga yashirincha kelgani uchunmi? Xotini va bolasini ko'rgani kelgani uchunmi? Nega tushunmaysiz? Qonun oldida u jinoyatchi. Siz esa jinoyatchiga yordamlashyapsiz. Sizni qonuningiz juda ham shafqatsiz jazolaydi. U shunchaki odamlarga yordamlashmoqchi bo'lganda xolos. Sizni qonunlaringiz qancha oilalarni barbod qilganini tasavvur qila olmaysiz. Uni qo'yib yuboring. U bir umrga ketmoqchi xolos. Bunday bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman. Uni hibsga olaman. Bu meni burchim. Men sizga yordamlashmayman. Baribir uni o'zingiz topa olmaysiz. Iltimos, menga yordam bering. Yo'q. Dadajon. Yo'q. Bu emas. Bu Akash emas. Bu Akash emas. Bu emas. Yo'q. Birinchi darajali terrorchi. Zotlik bilan yordam jo'nating.
Endi ketaveraymi? Ketishing mumkin. Faqat qamoqqa. Taslim bo'l. Qutulishga imkoning yo'q. Haliyam imkoniyatim bor. Meni majbur qilmang. Sen jinoyatchisan. Jazodan qochib qutula olmaysan. Jazo olish uchun jinoyatchi bo'lish shart emas. Bu aybsiz bo'lmaganingda ham yuz berishi mumkin. Men nima gunoh qildim? Halol va mashaqqatli mehnatim bilan yaxshi hayotga erishishni istagandim. Buni aldov, tovlamachilik deb atashdi. Muhtoj odamlarga ko'maklashdim. Buni esa ishdan bo'yin tovlash, qotillik deb hisoblashdi. O'zim sevgan insonga uylanganimda buni nomusiga tegish deb atashdi. Ha, men jazoimni olib bo'ldim. Meni hamma narsamni tortib olishdi. Xotinim, o'g'lim, tug'ilajak bolalarim, umidlarim va kelajagimni. Baridan ayrildim. Sizni ham rafiqangiz, farzandingiz bo'lsa kerak. Qalbingizdan so'rab ko'ringchi, meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Meni nohaq deb hisoblasangiz, mana to'pponcha otib tashlang. Farzandimning oldiga borishni, tunlari uni bag'rimga bosgancha tinchgina uxlashni xohlayman. Bor yo'q orzuim shu. Yo'q! Orzularimiz orzuligicha qolib ketdi. Muhabbatim g'unchasi ham ochilmay so'ldi. Agar sen bu maktubni o'qiyotgan bo'lsang, unda men juda ham uzoqlarda bo'laman. Bir odam xato qildi, ammo ikki kishi jazosini tortdi. Barcha xatolarim va bajara olmagan va'dalarim uchun kechir meni. Iltimos, menga ikkita yaxshilik qilgan. Akashka va uning otasi yaxshi inson bo'lsa-da, yomon vaziyatga tushib qolganini, o'g'ilning huquqlari va mehr muhabbati uchun kurashda halok bo'lganini tushundim. Ikkinchisi, maktubga qistirilgan chekdagi pullarni yarmini Mekhaning ukasiga va Odilning onasiga jo'natdi. Agar qiyomatda yana uchrashsak, bizning tariximiz ajoyib yakun topadi. Va'da beraman. O'shangacha seni sevaman.